to'g'ri yo'lda sudralib yursang ham harom yo'lda chop ketayotganlardan uzoqqa borasan. Harom yo'lda chop ketayotganlardan uzoqqa borasan. Assalomu alaykum akalar, ukalar, do'stlar, musofirda yurgan aka-ukalar, parvoz aka-ukalar, hammangiz sog' salomatmisiz? Oilalaringiz tinchmi? Bardam baquvvatmisiz? Aka-ukalar, bugungi videomiz juda ham bir foydali bo'ladi degan umiddaman. Like'larni bomba qilib tashlaysiz. Чтобы videomiz tarqalsin, aka-ukalarimizga qancha ko'p tarqalsa foydasi tegadi-da. Bugun ammoniak gazi haqida gaplashamiz. Parrandalar uchun eng zararli bo'lgan bu narsa ammoniak gazi. Buni tushuntiraman, qanday kelib chiqadi, qanday chora-tadbirlarni qilish kerak. Endi men har bitta video ishlaganda bir sabab bo'ladi-da. Kecha bitta ukamiz bilan Farg'onada bir brach ikamiz bor, Sherzodbek degan. Xullas kalom biroz jo'jalarni o'ldirdi. Men o'zim maslahat berganman. Keyinchalik o'zi aytdi-da, Farhod aka, men buni kasalini topdim. Men o'rab qo'ygan edim salafon bilan, shu havo kelmaydigan, shu o'zimcha qizdiraman, issiq qilaman deb o'rab qo'ygan edim. Keyin shuni narsani ochib toza havo kirgandan keyin birdaniga o'z-o'zidan hamma parrandam yaxshi bo'lib ketdi. Zo'r bo'lib ketdi degan ma'noda kecha bitta gaplashib oldik-da. Xullas kalom bitta video qiling shu haqida. Endi bu haqida ko'p video qilganman. Endi ko'p aka-ukalarimiz e'tiborga oladi, ko'p aka-ukalarimiz shunchaki e'tiborga olmaydi. Xullas kalom buni video oralarida aytib o'tganman. Endi mana shu ammoniak gazi haqida to'xtalib bir ko'proq gaplashamiz. Чтобы e'tiborli bo'ling. Bu juda ham parrandachilikda e'tibor qiladigan narsa. Endi ammoniak gazi qanday bo'ladi? Bu oddiy qilib aytganda bu o'zini axlatini hidi. Endi bu ko'p aka-uka, endi ko'pincha parvozlarimiz bu kichik yerlarda, etaj yo'lkalarda qo'yadi. Ammoniak gazi ko'pincha tepada bo'ladi. Ikkinchi etajlarda qo'yadi, baland tepalarda qo'yadi. Bu ammoniak gazi birdaniga bildirmaydi. Bu asta-sekinlik bilan parrandani asta-sekinlik bilan o'ldiradi. Birinchidan bu parrandani rivojlanishi umuman past bo'ladi. Patlari hurpaygan bo'ladi. Bir to'liq, bir yaltirab, bir chiroyli bo'lmaydi hech qachon bu ammoniak gazida turgan narsa. Patlari hurpayadi, ishtahasi bo'lmaydi. Katta xo'roz bo'lsa, настроенияsi ham daraja bo'lmaydi, yaxshi bo'lmaydi. Jo'ja bo'lsa, buning o'sishi, rivojlanishi juda ham past bo'ladi. Bu uzoq vaqt davomida bu parrandani shu o'lim holatigacha olib kelishi mumkin bo'ladi. Parrandaxonamizda ammoniak gazi borligini bilecekmisiz? Toza havodan boshqa odamni kirgizib, shunday kirgizing, чужой odam. Hid bormi, qanaqa, nima bo'lsa u deydi, desa tamom. Nimaga boshqa odam? Chunki bu sizni o'zingizga bilinmaydi aka-ukalar. Siz har kuni kirib chiqib yurgandan keyin siz bu ammoniak gaziga immunitet hosil qilib olasiz, sizga bilinmaydi bu hid. Bu чужой, chetdan kelgan odam kirganda mana shuni hidiga chidolmaydi. Mana shu yerda turgan parranda bu hech qachon o'nib o'smaydi akalar, ukalar. Ana shu uchun iloji boricha parrandaxonaning ustini agar imkoningiz bo'lsa, shu havo almashtiradigan o'zi elektronning moslamalar bor. Ana shulardan qo'yib havosini tozalab qo'ysangiz, bu yaxshi bo'ladi. Juda bo'lmasa, bu narsaga imkoniyatingiz bo'lmasa, parrandaxonaning ustlarini deraza qilish kerak. Ochiq deraza qilib, setka qilib qo'ysangiz, usti ochiq bo'lsa, bu ammoniak gazi turmaydi. Iloji boricha pastda boqishga harakat qiling. Pastda boqsangiz parrandani, ammoniak gazi pastda bo'lmaydi. Ammoniak gazi sirasi tepaga ko'tariladi. Endi yana bitta narsa, aka-ukalarimiz masalan etaj yo'lkalarda shunday 3 tomoni bekik, masalan 1, 2 orqa tomoni bekik, oldi tomoni ochiq setka. Shu yerda oldi ochiq, bu yerda ammoniak gazi bo'lmaydi deyishi mumkin. Yo'q. Avvalambor ammoniak gazi oldiga qarab yo'nalmaydi. Ammoniak gazi birinchidan tepaga chiqadi, oldi ochiq bo'lsa ham tepaga chiqib, uje parrandani zaharlagandan keyin uni lishniy ammoniak gazi oldidagi haligi setkadan chiqib ketishi mumkin. Nima demoqchiman? Baribir bu yerda oldini setka qilib ochiq qo'ysangiz ham etaj yo'lkada, bu yerda ammoniak gazidan zaharlanadi. Shuning uchun shu narsalarga e'tiborli bo'lamiz aka-ukalar. Bugungi aytmoqchi bo'lgan gaplarim shulardi. Iloji boricha mana shu gapimni qulog'ingizga qurg'ashin qilib quyib qo'ying. Agar parranda boqadigan bo'lsangiz, iloji boricha diki qilib, shu
parrandani diki qilib boqsangiz, parranda maza qilaveradi. Diki degani shu ochiq joy, toza havo, kerak emas uni bekitib, yopib, qizdirib. Parranda chidaydi, sovuqqa ham chidaydi. Sovuq bo'lsa ham masalan ko'p aka-ukalarimiz salafonlar bilan qizdiraman deb o'rab tashlaydi. Kerak emas. O'zi sovuq bo'lsa ham masalan turadigan yerida suv muzlamasa bo'ldi. Bu parranda bitta ko'nikatda turaveradi, cho'tki bo'ladi. Eng asosiysi bu yerda shu toza havoga, digi prirodaga e'tiborni qaratish kerak. Shunda parrandalarimiz zo'r bo'laveradi. Aka-ukalar, videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasiz. Like bossangiz sizdan hech qanaqa pul ketmaydi. Bu videoning tarqalishiga xizmat qiladi. Buni ko'p aka-ukalarimiz ko'rsa, foydalansa, hammamiz uchun ham bir savob bo'ladi. Akalar, ukalar, Telegram guruhimiz bor. O'tsangiz, bu yer ham foydali. Telegram guruhning silkasini kommentariyani boshida qo'yaman. Aka-ukalar, sog' salomat bo'lasiz, ehtiyot bo'lasiz. Parrandalarga aytganimni qilsangiz, hammasi cho'tki bo'ladi. Bu narsalar 40 yillik tajribalar, aka-ukalar. Sog' salomat bo'lin. Yanagi videolarda didor qadar uchrashguncha Allohga omonatsiz.